Assalomu alaykum. Hurmatli tadbirkorlar, chorva ishqibozlari. Bugungi obzorimizda Buxoro viloyati Vobkent tumanidan qilamiz. Akamiz yemxonalardan oldin ham bir kelib chiqaruvdik, bu yerda obzorni qildik. Shu Yakvar silosimizni mana tushiramiz bugun akamizga. 100 kecha 100 oldilar, bugun yana 100 oldilar. Yem va yem mahsulotlar hammasi bor. Qo'shmaslar hozir orienterini tushuntiraman. Hech kim bu narsadan olib zarar ko'rgan joyi yo'q. Yana ish nimasiga chaqqonroq odamlar bu kishi. E'tibor bermaysizlar. Yani akamiz yemxonalarga yemlar masalan har xil yem va yem mahsulotlari bor. Masalan hozir vaqtiga kelamiz. Obzorini ko'rsataman. Orienter ana post oldin ham shuni ko'rsatganman. Peshkun minorini, minor ro'barasiga yo'l kirgan, ana shu yerdan shuni ichkariga kirsangiz, o'ng qo'lga peshkudan kelishga, Vobkentdan peshkuga ketishga chap qo'lga. Bakın yemxonalari, yem va yem mahsulotlar hamma turidan bor. Muammosi yo'q. Yemlarni ham arzon qilib kelishtirib beringlar. O'sha kepak, o'sha qaravun 140 ming so'm sotibdilar. 140 ming so'mmi aka qaravun? Qaravun 130. 130 ming so'm ekan. Nima qaravun? Qayerda 145, 140 sotibdi boshqa yemxonalar. Akani yemxonalarga yem va yem mahsulotlarni ham zo'rlari. U safar obzorga kelgan şeyler çoğaşı daması. Yaxshi tadbirkor, yaxshi nimaliklardan, mahsulotlar arzonligidan hamma klientlar olg'ir. Kechani 200 tushirdik. Sarxaltadan, o'sha yapidan kun sotib berganlar. Olmoqchi tadbirkorlar, qo'yib o'qiydiganlar. Chorva suyunalishiga, go'sht yo'nalishiga ishlaydiganlar. Ashar kelinglar, akaga bu постоянный. O'zim ketirib berganman shu Yakvar siloslarni. 99 736 75 51 ga aloqaga chiqinglar agar kimga bir qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa. Ma'lumotlarni beramiz. Sog' bo'linglar.